pastroq darajada sizga pul o'sha fiziologik to'yinish uchun kerak bo'lsa, yuqori darajada pul bu shunchaki ochko ball bo'lib qoladi. Har bir inson bu yerga qanaqadir nimadir uchun kelgan. 99% odam yeb ichib o'tib ketadi hayoti. Lekin asli nimagadir kelgan u ham bilmasdan o'tib ketadiganlar bor. Misol uchun ularga $10,000 beraman, 30 sekund chap oyog'ida sakrab bering desam, sakrashni boshlasangiz, bu ham energiyasini kuchida, pul demak energiya berdi-da, qanaqadir cho'g'asi impuls berdi deganda. Va pulga energiyaga munosabat qilgandek munosabat qilishni o'rgatamiz. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bizda bugun mehmon uzoq kutilgan tadbirkor, Milliard klub asoschisi, katta tajribaga ega tadbirkor va biznes coach Alisher aka Isayev. Alisher aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Bugun siz bilan Xudo xolasa samimiy, bir manfaatli suhbat quramiz Alisher aka. Agar tayyor bo'lsangiz, boshladik. Bo'ldi. Rahmat. Kirish qismida bitta ikkita savollar beraman Alisher aka, keyin asosiy mavzularga o'tib ketamiz. Bugungi kunda nimalar bilan bandsiz? Bugungi kunda avvalambor assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Taklif uchun rahmat ko'rsatuvlarga. Men savolga qaytadigan bo'lsak, bugungi kunda asosan endi men butun umr bir nechta yirik kompaniyani rahbari bo'lganman, yollama rahbar bo'lib kelganman va biznes boshqarishda biroz bo'lsa ham tushuncha paydo bo'lgan deb o'ylayman. Va hozirgi kunda shu biznes boshqarish, savdoni oshirish ilmini ulash bilan shug'ullanaman. Bugungi savollarimiz ham ayni mana shu aytgan gaplaringizga mos tushadi. Ko'pchilik tadbirkorlar, ya'ni o'z biznesini boshlaganda yoki keyingi etapga o'tayotganda savdosini oshirish maqsadida qaysi xatolarga duch kelishyapti? Qaysi xatolarni asosan qilishyapti tadbirkorlar? Yo'q, xatolar ko'p aslida. Yondashuvda xato avvalambor. Ya'ni biznesni bir kasal deb qabul qilsangiz, bir tana hozirgi tadbirkorlik eng katta xatosi bilib bilmasdan aptekadan har xil dorilar olib, diagnoz qo'ymasdan ichib yotish. Ya'ni tanani isitmasi chiqyapti, ya'ni biznes savdosi, ya'ni biznes tushib ketyapti, savdo orqaga tortyapti, lekin nimagaligini ham tushunishi yo'q. Faqat chegirma, faqat nasiya, faqat shu kabi endi hamma ichadigan dorilar, antibiotiklarni slishim ko'p ichaveryapti. Ya'ni har bitta kasalni o'zini diagnozi bor va o'zini diagnozini to'g'rilaydigan kimyoviy moddalari bor. Shuni tushunmasdan, bilib bilmasdan aptechkani olib, dorilarni bosib yotishibdi. Demak, yondashuv noto'g'ri bo'lyapti. Yondashuv noto'g'ri. Mana Alisher aka juda katta tajribaga egasiz, ya'ni 20-30 yillik rahbarsiz. Oldingi davr marketingni ham ko'rgansiz, mana hozirgi davr marketing reklamalarni ham ko'rib bo'lyapsiz. Nima deb o'ylaysiz, hozirgi tadbirkorlar medianing kuchidan yetarli darajada foydalanishyaptimi yoki ba'zilar bormi hali ham traditsion yo'llar bilan sotishga harakat qilayotgan? Medianing kuchidan hozir foydalanish qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Medianing kuchi bilan har doim foydalanish kerak. Har doim foydalanishga ham ilgari ham ko'p tadbirkorlar foydalanishgan, faqat mediaga dostуп cheklangan bo'lgan ilgari, ya'ni media qimmat bo'lgan. Ya'ni media nima bu? Ilgari televideniya bo'lgan. Hattoki mana men 2005-yillarda TPS kompaniyasida ishlaganman, tijorat direktori bo'lib, hattoki biz ko'chaga chiqib so'rovnomalar qilganimizda, o'sha paytda 2005-yilda internet bo'yicha internet o'zi nima deb 50% dan ko'p odam savol berishardi. Nima o'zi internet? Ya'ni hali internet nimaligini ham bilishmagan davrlar bo'lganda. Hozir yoshlar u narsani sizlarga g'ayrioddiy bo'lib tuyulishi mumkin, lekin aslida internet ham yaqinda kirib keldi-da. Bir 20 yil bo'ldiki, ommalashishni boshladi. Lekin ilgari, misol uchun men qat'iy reklama qilmoqchi bo'lsam, men hattoki mana internet kompaniyada ishlaganda biz klassik yo'l bilan reklama qilardik. Ya'ni ko'proq biz metroga reklama joylashtirardik, eshiklarga. Puli ko'proq kompaniyalar misol uchun billboardlar osardi. Undan ham puli ko'proq kompaniyalar, byudjeti kattaroq kompaniyalar televideniyaga chiqardi va parog bo'lardi, minimalniy parog bo'lardi. Ya'ni internet qilish uchun qanchadir puldan kam bo'lsa siz qila olmasdingiz. Hozir $20 bilan ham reklama qilishingiz mumkin. Misol uchun unaqa narsa 20 yil oldin bo'lmagan. 20 yil oldin
ya'ni mijozga dostуп olish uchun yaxshigina pul kerak bo'lgan. IT bo'lmagan, ya'ni CRMda biza bugungi ko'rinishdek bo'lmagan. Ya'ni ilgari nima bo'lganki, shunchaki mahsulot ishlab chiqarilgan, bismillah deyilgan, sotilgan, nimadir bo'lib sotilgan. Qanisidir ko'rinish orqali borib ketgan o'sha mahsulot. Va kichik tadbirkorlar yashab qolish imkoniyati bo'lgan u paytda. Kichik tadbirkorlar yashab qolish imkoniyati bo'lgan. Nimagaki, bunaqa katta raqobat ham nisbatan bo'lmagan. Va hozirgi kunda o'sha raqobat oshdi. Mijozga dostуп kundan kunga qimmatlashib boraveradi. Misol uchun mijozni narxi degan narsa bor o'zi biznesda. CAC deydi, Customer Acquisition Cost deydi. Ya'ni bitta mijozni jalb qilish sizga necha pulgadir tushyapti hozirgi kunda. Va bu mijozni narxi kundan kunga oshib boraveradi. Shunga mana hozirgi kunda meziga chiqish kerak, albatta kerak, ilgari ham kerak bo'lgan, hozir ham kerak. Ilgari bu shunchaki ancha qimmatroq bo'lgan. Hozir qanchadir vaqtda arzonlashdi, lekin men o'ylayman endi bu yog'iga faqat qimmatlashib boraveradi. Ilgarigi marketing yo'llari ko'proq effektivni bo'lgani sababi shu bozor ochligi bo'lganmi? Bozor raqobat bo'lmagan O'zbekistonda. Hali ham yo'q aslida bozorda raqobat unaqa katta ham emas hozir. Uni sekin-sekin oshib boryapti. Raqobat bor deb o'ylaymiz, lekin hamma narsani Einstein aytgan ekan, sanaqa всё относительно deb, nisbiy hamma narsa. Ya'ni siz hozir AQSh bozoriga yo Yevropa bozoriga kirsangiz, hattoki mana Turkiya bozoriga chiqsangiz ham o'tdagi har qayerda o'tda raqobat ko'rasiz. Bizda raqobat hali R harfi endi paydo bo'lishni boshlayapti-da. Ko'p tadbirkorlarga mana coaching unaqa qilasiz, o'rgatib kelasiz. Ko'p tadbirkorlar bilan muloqotda bo'lasiz har doim. Nima deb o'ylaysiz, hozirda tadbirkorlarning fikrlashidagi yondashuv to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Ya'ni biznesga qarash jihatdan. Faqat maqsadlari savdoni oshirishmi yoki boshqa maqsadlar ham bor demoqchiman. Yo'q, men niyatga keladigan bo'lsa, endi har xil tadbirkorlar bor. Niyat fikrlashdagi to'siqlar. Fikrlashdagi to'siqda katta, albatta juda katta muammo bor tadbirkorlarda. Ya'ni boshida aytganimdek, fikrlash juda shablon, juda standart. Ya'ni nimaga jarayonlarning asl mohiyatini tushunmaydi ko'p tadbirkorlar. Ya'ni yetakchi, har qayta to'g'ri fikrlaydigan tadbirkorlar juda kam. Meni nazarimda bu 1%, 2% bo'lishi mumkin. To'g'ri fikrlashni biladigan tadbirkorlar aynan biznesga yondashayotganda. Qolgan tadbirkorda, aksariyat tadbirkorlarda nima bor? Qolgan tadbirkorlarda kuzatadi. Bozor nima qilyapti deydi. Nimadir kimdadir o'xshadi, shunda borib copy paste qiladi. Yana qarasa, mana yangi reklama turi chiqib ketib boradi, yana demak, uni ham copy paste qiladi. Lekin asl mohiyati nimaga u ishladi, nimaga u ishlamadi tushunmaydi. Bu degani har doim biron orqasida yugurib yuradi degani. Biron kimdir orqasidan yugursa, manzara faqat o'sha bo'ladi, hech o'zgarmaydi. Demak, aytgan gapingizdan shuni xulosani qildimki, kreativness ham yo'qmi? Kreativ ishlayotgan narsani. Kreativda gap yo'q bu yerda. Kreativ bu ikkilamchi narsa. Kreativ bu fundament ustiga quriladigan narsa. Mana shu fundament o'zi yo'q-da. Fundament yo'q. Ya'ni tashqi ko'rinish, mana misol uchun bino ko'ryapsiz, aytaylik, Nestvon ko'ryapsiz. Ko'ryapti, zo'r deyapti-da, lekin u Nestvonni qurishida 50 qanchadir etaj bo'lsa, pastga necha yuz million dollar ketganini misol uchun hech kim hisoblamaydi-da. Chunki mana pastki fundamentni nimalar qilib tashlashgan, bu binoni ko'tarish uchun degan narsada chetdan ko'rgan odam bilmaydi. O'shanga men aytayotgan narsam fundament bo'lishi kerak. Siz 50 etajli bino qurmoqchi bo'lsangiz, siz pastga qanchadir qurishingiz kerak deb anaqilarni, podushkalar qilishingiz kerak, yaxshigina demak, fundament qilishingiz kerak. Chunki birinchi yer qimirlashda ketdi-da bu bo'lmasa. Endi yondashuvda ham shunaqa. Biz misol uchun 2 etajli bino quryapti, 2 etaj quradi. Yo'q, to'xta, 2 etaj qurishdan oldin men ozgina pastga ham qurish kerak degan tushuncha yo'q hozir. Kimdir mana nimadir reklama qildi, men ham qilaman. Bu yerda reklama qildi, men ham qilaman. Qaytaraman. Zo'r, qaysidir miqdorda ishlaydi, lekin bu uzoq muddatli emas bir. Ikkinchidan tushunmagandan keyin bu kichik nyuanslarni adashsa, o'sha bu ishlamay qoladi. Ko'pda anaqa nima deydi? Fundamental mana biznes boshqarish bu ham ilm fanda, mana fizika, matematika, kimyoga o'xshagan
biznes boshqarish ham xuddi shunaqa fanligini tushunish kerak. Tasavvur qiling, siz kimyo bilan shug'ullanyapsizda, nazariyasini tushunmasdan nimanidir, qaysidir moddani, qaysidir kimyoviy elementni aralashtiryapsiz. Pajar bo'lib ketishi mumkin, portlab ketishi mumkin, zaharlanib qolishi mumkin. Juda ko'p narsa bo'lishi mumkin agar siz fundamental kimyo nimaligini tushunmasangiz. Nimaga siz o'ylayapsizki, fizikani misol uchun tushunmasangiz to'kirib o'ldirib qo'yishi mumkin odamni. Kimyoni tushunmasangiz nimadir portlab ketishi mumkin-da. Biznes tushunmasa ham bo'ladi-da, bir bola bo'ladi, bir gap bo'lar deb ish qilgan bilan teng-da bu narsa. Boshida fundamental bilimlarga, ko'nikmalarga ega bo'lib olib, keyin biznesni boshlash kerak. Umumiy. Buni boshidan oxirida degan gap yo'q, bu doimiy jarayon-da, bu to'xtamsiz jarayon. Hattoki fizika o'zgaryapti, misol uchun-da, hattoki mana hozir kvantum mexanika, kvantum fizika degan narsalar chiqib ketgan, klassik fizikani hamma o'rgangan narsalarimizni bir teng qilib qo'yapti. Ya'ni bitta modda klassik fizika nuqtai nazaridan ikkita joyda bo'lishi mumkin emas bir vaqtda. Lekin kvantum fizika aytyapti, bitta modda bir nechta joyda bo'lishi mumkin bir vaqtda. Ya'ni buni hozir professorlar Stanford, Harvardda o'qitayotgan fan to'g'risida gapiryapman. Men hozir qanaqadir ertaklar to'g'risida gapirmayapman. Ya'ni shunaqa hozir ilm-fan rivojlanyaptiki, to'xtamaydi bu hech qachon. Biz baribir tegi yetgunimizcha tegi yetmasak ham kerak-da oxiratgacha. Lekin shuni tushunishimiz kerakki, hamma fanlar rivojlanyapti. Men misol uchun hozir 4 yillik, mana kecha suhbat bo'ldi o'zimizning demak yordamchim bilan, men 4 yil o'tgan narsamni ayrim joylar o'zimga yoqmay qolyapti. Ya'ni shunaqa tez o'zgaryapti zamon, uje 4 yil ishlagan narsa bugun ishlamay qolyapti. Men o'zimni o'zgartirishim kerak doim. Unaqa narsa yo'q, oldin ilm olib, keyin biznes quraman degan narsa yo'q. Bu parallel ketadigan narsa, bu doimiy, to'xtamaydi bu narsa. Ilm olaverasiz. Ha. Demak, ikkovini parallel olib borish kerak. Tabiiy. Ilmni ham, praktikani ham. Tabiiy. Eng yaxshi gap bo'ldi. Mana aytgan gaplaringizdan yana bitta narsani xulosa qildim. Alisher aka, klub asoschisiz, ya'ni milliard klub, ko'p tadbirkorlar bilan har doim muloqotda bo'lasiz. Mana u yerda har xil turdagi tadbirkorlar bo'ladi, ya'ni hammasini har xil tajribalari bor. Komandada o'rganishning eng asosiy yaxshi yo'llari nima deb o'ylaysiz? Birga tadbirkorlar bitta klubda hamma, bitta jamoada hammasini tajribasi bo'lish, komandada o'rganishning eng yaxshi yo'li. Nima degani komandada o'rganish? Ya'ni jamoada birga tajribalarni bo'lishish. O'zi o'rgangan yaxshimi yoki jamoada o'rgangan yaxshimi demoqchiman. Tadbirkorlar. Bu ham har xil, mana misol uchun biz ma'lumotni qayerdan olamiz? Ko'z orqali olamiz, quloq orqali olamiz, burun orqali olamiz, hid orqali ma'lumot olamiz, qo'l orqali olamiz-da. Ya'ni ma'lumot olish sensorlarimiz ko'p-da. Bu yerda ham shunaqa yo'q. Ya'ni ilmni qanaqa olgan yaxshi? Ilmni kitobdan olgan yaxshi, YouTubedan olgan yaxshi, ChatGPTdan olgan yaxshi, ustozdan olgan yaxshi, boshqa tadbirkorlardan olgan yaxshi kabi, bu ham o'sha ma'lumot olish, ilm olish kanallardan bittasi. Faqat bitta katta muammo bor ilm olishda. Ustozlik, shogird ustozlik an'anaga biz rioya qilmay qo'yganmiz. Ya'ni mana misol uchun ko'plar o'ylaydi, men treningga boraman deydi. Treningga borganda pulni berdim, davay gapirib ber deydi. Bunaqa ilm olinmaydi. Bu pul berib treningga borib ma'lumot olinadi. Bu har xil narsa. Va ilm mamutdan olinadi. Mana mamutga o'tadi ilm. Uning uchun men hozir bu tomonni aytamanki, ilmiy yondashib tushuntirib berishga harakat qilaman-da. Ya'ni qalbdan qalbga o'tadi ilm. Ma'lumot og'izdan quloqqa o'tadi. Siz shunchaki pul berdim, davay gapir deb borsa, u ustozdan hech qanaqa ilm ola olmaydi. Shunchaki qanaqadir ma'lumot oladi, qiziq narsa olar balkim. Lekin bu haqiqiy ilm emas-da. Haqiqiy ilm mamutga o'tadi. Nima degani? Endi ilmiy yondashuv to'g'risida gapirsak, skepsis degan narsa bor odamda. Ya'ni odamda skepsis deganda qayergadir borsangiz, skeptически qaraysiz nimagadir. Misol uchun ishonmasdan, shubhalanib, o'zi bu odam haqlimi bu narsani gapirib, to'g'ri gapiryaptimi, cho'ti neto'g'ri gapiryapti degan fikr bilan bordingizmi, mamut o'chdi. Siz faqat o'sha filtrdan o'tkazib olgan narsangizni qabul qilasiz. Lekin siz bu yo'lni ochsangiz, qalb ochsangiz, ustozga nisbatan va ustozga mehr berib, yaxshi ko'rib, muhabbat qilib deb yondashsangiz, ham skepsis ham ketadimi? Skepsis ketganda haqiqiy ma'lumot o'sha yerda ketadi. Wi-Fi o'sha yerda to'laqonli ishlaydi. Bu yerda dial-upda, tushunasizmi? Uzilib keladi.
megabayt kichkina bo'ladi. Tushunarli. Mana shu paytgacha boshqalarga coaching qilib kelganingizda, mana ko'p tadbirkorlarga coaching qilishni boshlaganingizdan keyin Alisher aka, o'rgangan eng kuchli darsingiz nima bo'ldi? Shu paytgacha shuncha tadbirkorlarga gaplashib kelib, dars o'tib kelgan, o'rgangan eng kuchli darsingiz nima bo'ldi? O'zim uchunmi? O'zim uchun men odamlarga yaqinroq bo'ldim. Ya'ni xalqqa oyog'im uzilgan ekan deydi-yu ilgari, ya'ni men o'ylardim, hamma men bilgan narsani shundoq ham biladi deb yurardim. Tabiiy, ya'ni chunki shu qanaqadir o'zimizning tadbirkorlik davrasida bu tabiiy hisoblangan, lekin haqiqatda bir oddiy tadbirkor bilan ishlashni boshlaganda to'g'risi ko'p shok bo'lganman. Hattoki oddiy narsalar bilmaydi. Hattoki juda ko'p odam foizni ham bilmaydi, foiz hisoblash. Misol uchun, bular 150 ning 20% hisoblab bersa-chi, juda ko'p odam bilmaydi. Tushunyapsizmi? Ulush nimaligida mana bizda ulushlarni hisoblash darsimiz bor. O'sha bitta kichkina jadvalchamiz bordi. O'sha yerda ulush qanaqa qilib hisoblanadi dedi. Misol uchun 1 million so'm topasizda, qaysidir mahsulotingiz sizga 150 ming beryapti. Ulushini hisoblang desa, mana shu umumiy daromadingiz necha foizini tashkil qilyapti o'sha 150 ming desa, o'shani ham hisoblashni bilmaydi. Tadbirkorlar ko'p, bu bitta ikkita emas, bu omma. Men uchun nima o'zim uchun dars bo'lgan, ya'ni birinchidan ko'zim ochilgan. Naqadar ahvolimiz, ilm nuqtai nazaridan ahvolimiz bu darajadaligini ko'rishni boshlaganman. O'zimda 4 yilda o'zgargan bo'lsam, shu 4 yil ichida dars berayotgan bo'lsam, 4,5 yil bo'libdi. Maksimal darajada soddalashtirishga harakat qilganman. Yosh bolaga tushuntirishga harakat qilaman. Ilgari unaqa emasdi. Ilgari tap terminlar bilan ko'p gaplashardim. Qarasam, hazm qilish qiyin, tushunish qiyin. Bugun hozir bilmadim, yosh bolaga tushuntirgandek, og'zimda olib, ho'llab ham og'ziga solib qo'yadigan darajaga boradi-da o'sha. Murakkab narsani soddalashtirib. Bir tomondan yaxshi. Chunki baribir hamma narsani soddalashtirib bilish kerak. Ya'ni o'zim uchun bu ham bir qanaqadir rivojlanish, shaxsiy rivojlanish, ya'ni qiyin narsalarni maksimal darajada oson tushuntirib berishga harakat qilishni o'rganish. Demak, maqsad ham xuddi shunday paydo bo'lgan, tadbirkorlar bilan gaplashib, umumiy savodxonligi pastligini bilgan holda mana shu coach bo'lishga qaror qilgansiz. Shunaqa. Yaxshi. Endi ayta olasizmi menga, Alisher aka, oddiy rahbar bilan top rahbarni farq qilib turadigan asosiy fazilatlari, jihatlari nimada? Misol uchun siz ham katta tajribaga ega rahbarsiz. Boshqa rahbarlar bilan ham ko'p muloqotda bo'lgansiz. Odam endi o'zini o'zi solishtirish tuyg'usi bo'ladi-yu baribir o'zida. Asosiy o'zgartirib, farqlab turadigan jihatlar nima bo'lgan? Yaxshi rahbar bilan o'rtacha rahbarni. Endi har xil rahbarlar bor. Endi bilmadim, yaxshi yomonda emas, bu yerda yaxshi rahbar bu xodimni hayotini tubdan o'zgartira oladigan rahbar. Ya'ni siz rahbar o'laroq zo'r jamoa yig'moqchimisiz? Bu siz asosiy vazifangiz. Sizda ishlayotgan jamoa a'zolarining hayotini o'zgartira olishingiz kerak. Yaxshi tomonga. Tubdan o'zgartira olishingiz kerak. Ya'ni yomon rahbar kim? Men senga oylik beraman, bor ishingni qil. Bu yomon rahbar bo'lsa kerak. To'g'ri rahbar bu mana misol uchun, davay Shahboz, mana siz menga ishga kelibsiz. Men siz bilan boshdan gaplashishim kerak asli tegi. Ya'ni nima keldingiz, nima xohlayapsiz, nima kutyapsiz degan, misol uchun bizda anaqa ham bor, feedback sessiyalar bo'lib turadi. Misol uchun men o'zim endi to'plam bilan ishlayman, u yoqda xodimlar o'zlari ishlashadi, rahbarlar. Ya'ni kelajaging nima, misol uchun nima kutyapsan deb, meni vazifam uni hayotiga qanaqadir sababchi bo'lib o'zgarishni kirgizish. Agar men rahbar sifatida men hayotini o'zgartira oladigan rahbar bo'lsam, men to'g'ri rahbarman. Agar yo'q, menga qarab yaxki, mana pulingni olsanmi, ko'p sakramaganda, davay ishini qil desa, bu menimcha yomon rahbar bo'lsa kerak. Bir maqsad ortidan shu ishchilarni ham ergashtira olish va kelajakka ishontira olish. Tabiiy. Shunaqa. Tushunarli. Qiziq savol bor ekan, Alisher aka. Mana juda katta tajribaga egasiz va aytaylik, ma'lum bir iqtisodiy erkinlikka erishdingiz. Komfortni hayot tanlash imkoniyatingiz bor va tanlovingiz ham bor. Stressdan uzoq, hammasini tashlagan holda. Lekin motivatsiyani hali ham saqlab qolgansiz.
nima sabab bo'lyapti hozir mana shunaqa hozirgi paytda ham motivatsiyani saqlab qolib aktivni faol bo'lib turishga? Hech o'ylaganmisiz misol uchun komfortni hayotni tanlab hammasini to'xtatishga boshqa narsa qilishga? Shuni xayollar ham bo'ladi yoki ambitsiyalar sal kuchliroqmi sizda hozir? Ya bu nima emas, mana anaqa narsada qorningiz och bo'lganda, qorningiz to'ysa boshqa hech nima qilmayman deb o'ylaysiz. Qorningiz to'ygandan keyin siz sekin o'zi bu dunyoga nimaga kelganman deb o'ylaysiz. Shaxsiy missiyalar paydo bo'lishni boshlaydi, oliy maqsadlar paydo bo'lishni boshlaydi. Bu yerda o'zi pul masalasi emas. Mana hozir pul bilan solishtiryapsiz. Pul bor-ku, ne ishlayapsan degan savolda, tushunasiz? U qorni och bo'lganda pulim bo'lsa ishlayman deb o'ylaydi odam. Chunki hozir qorni och bo'lganda qorin to'ydirish uchun ishlaydi. Lekin qorin to'ydirgandan keyin bu qorin to'yadi. Ya'ni qanaqadir fiziologik to'yinish bo'ladi, lekin ma'naviy to'yinish degan narsa bor. U yoqda o'zi ma'naviy och bo'lishni boshlaysiz. Ya'ni u yerda o'zi oliy maqsadlar paydo bo'lishni boshlaydi. Misol uchun qorin to'yguncha olish bo'lsa, qorin to'ygandan keyin berish bilan mashg'ul bo'ladi odam ko'pincha. Men bilgan tadbirkorlar, misol uchun katta tadbirkorlar, u yoq o'zi misol uchun mana pastroq darajada sizga pul o'sha fiziologik to'yinish uchun kerak bo'lsa, yuqori darajada pul bu shunchaki ochko ball bo'lib qoladi. Lekin siz vazifangiz uni to'g'ri taqsimlash, uni qanaqadir endi hammaning o'zining missiyasi bor. Bu hammasi individual. Misol uchun umumiy missiya degan narsa men bilmayman. Har bir inson bu yerga qanaqadir nimadir uchun kelgan. 99% odam yeb ichib o'tib ketadi hayoti, lekin asli nimagadir kelgan u ham. Bilmasdan o'tib ketadiganlar bor, lekin menimcha ko'proq qorin to'ygandan keyin sekin tushuncha kelsa kerak aksariyat insonlarda. Endi har xil insonlar bor, lekin menimcha aksariyat shunaqa bo'lsa kerak. Tushunarli. Demak, sizda maqsad aytib o'tganingizdek ma'naviy ozuqaga boyinish, hali. Ya'ni tabii ma'naviy, mana misol uchun har bir shogird ustoz qidirsa, har bir ustoz shogird qidiradi. Bu anaqa dunyoda nima balans degan narsa bor-da. U qaysi nuqtaga yetib borib bo'ladigan nuqta menimcha o'lim nuqtasi bo'lsa kerak, u ham hali masala-da, lekin baribir har bir nuqtada qanaqadir ehtiyoj bor. Qayerdadir ma'naviy, qayerdadir fiziologik, qayerdadir yana boshqacha. Har doim nimagadir ehtiyoj bo'ladi odam. O'zingiz hozir ustoz deb bilgan yoki yaqindan kuzatadigan tadbirkorlarmi yoki salesmenlarmi ayta olasizmi biron kimnidir? Yo'q, ustozlar ko'p aslida. O'zimizda katta albatta ustozlar bor. Ustozsiz men o'ylayman muvaffaqiyatga kimdir erishishiga men ishonmayman. Ustozni o'rni hech nima bosa olmaydi. Va shunchaki faqat kitob orqali yoki faqat trening orqali nimagadir erishaman degan odam bilmayman, menimcha istisno bo'lsa kerak, bo'lmasa ham kerak unaqa insonlar. Men bilgan hamma muvaffaqiyatli insonlarning hammasinin ustozi bor. Tabiiyki o'zimda ham katta yaxshi ustozlarimiz bor. Ko'p ilm olamiz, har qanday ilm olamiz, ya'ni qalb orqali ilm olamiz, yaxshi ko'ramiz, yaxshi ko'rish orqali ilm olamiz. Men bilaman, xuddi shu insonlarga boshqa odamlar kirsa, bular ilm olmaydi, bular ma'lumot olib chiqadi. Chunki shubhalanadi, o'zi kim bu anaqa ekan, bunaqa ekan, men to'g'ri kelyapti, menga bu to'g'ri kelmayapti deb gap tanlash boshlasa, bo'ldi ketdi, men yopiladimi, ilm olmaydi u odam. Bu ma'lumot olib chiqib ketadi. O'shanga ustozda hamma ustoz qidirish kerak. Ustoz qachon paydo bo'ladi? Qachonki shogird paydo bo'lsa, qachonki qalbini ochsa, keyin ustoz keladi. Tushunarli. O'z farzandlaringizga deylik yoki yoshlarga pul savodxonligini qanday o'rgatasiz? Misol uchun, pul savodxonligida yoshlar e'tibor berish kerak bo'lgan asosiy narsalar nimada? Pulni boshqarish, qanday taqsimlash, yosh bo'lib turib. Nima deb o'ylaysiz? Pulda ikkita yondashuv bor-da. Bitta texnik yondashuv bor. Texnik savodxonlik bor. Ya'ni pul bu pulni qo'lingizga tushgandan keyin to'g'ri taqsimlash, ya'ni birinchidan topishni bilish kerak odam pulni topib qadriga yetish uchun yoshlikdan bu narsani suhbatlab olib borish kerak baribir. Mana biza misol uchun oilaviy bir o'ynab qo'yishimiz mumkin. Misol uchun jiyanlar yig'iladi, boshqa yig'ilsa, cash flow o'yini bor. Kasakini endi katta 40 yosh, 50 yoshli amakilar ham o'ynaydi-yu, endi ko'proq yoshlikda o'ynab olish kerak bo'lgan o'yin bu. Ya'ni
shu o'yinni mana Kiyosakini keşf o'yini orqali ham mana qanaqadir bu texnik savodxonlik bor. Bor energetik, ya'ni energetik savodxonlik bor. Ya'ni energiya nuqtai nazaridan pul ham bir energiyani ko'rinishi. Misol uchun men hozir mana qo'limni energiyasini ishlataman, mana piyolani tushirib sindirib olishim mumkin. Lekin pul ham energiyada. Chunki men hozir sizga aytishim mumkin, Shahzod, misol uchun bilan $10,000 beraman, 30 sekund chap oyog'ingizni sakrab bering desam, sakrashni boshlasangiz, bu ham energiyasini kuchida, pul demak energiya berdi-da, qanaqadir tushunasiz, impuls berdi deganda. Va pulga energiyaga munosabat qilgandek munosabat qilishni o'rgatamiz. Ya'ni pul nima o'zi? Bu ham bitta energiya. Energiyani boshqarish uchun nima qilish kerak? Energiyani boshqarishni o'zini qanaqadir qonun qoidalari bor. O'sha narsalarni farzandlarimiz bilan bir suhbatlashib turamiz. Tushunarli. Tasavvur qiling, Alisher aka ertaga shu paytgacha qurgan hamma narsalar yo'qolib qolsa, mana shu paytgacha qurgan, asos solgan. Birinchi o'rinda agar hammasini boshidan boshlashingiz kerak bo'lsa, nimadan boshlaysiz? Birinchi o'rinda. Mana shuncha bilimga ega bo'lib turib, tajribaga ega bo'lib turib, nimadan boshlardingiz birinchi? Avvalambor tadbirkorlikda boya men rahbar aytdim, rahbar xodimlar hayotni o'zgartirishni biladigan inson bo'lishi kerak. Tadbirkorlikda ikkita narsa qilishni bilish kerak. Birinchidan u ham xodimlarning hayotini o'zgartirishni bilish kerak. Ikkinchidan tadbirkor mijozi hayotini o'zgartirishni bilish kerak. Mijozni hayotini o'zgartirish. Mijozni hayoti va tadbirkorning hayotini o'zgartiradigan tadbirkor ertaga tirik qoladigan tadbirkor. Shu ikkitasini qilmagan tadbirkor ertaga yo ishchi bo'lib chiqib ketadi, yo tirikchilik bo'lib qoladi qanaqadir joyda. Shunga asosan birinchi xayolda to'xta. Mijozim kim? Qanaqa qilib men uni hayotini o'zgartira olaman? Men shaxsan o'zim oladigan bo'lsam, endi yana bir bor, endi hozirgi kun gapiradigan bo'lsangiz, birinchi navbatda meni o'zim ustida ishlaydigan joyim nima qilsamki, menga kelgan insonni, ya'ni mijozimni, tadbirkorni hayoti o'zgaradi. Meni vazifam doimiy ravishda o'zim ustimda shu yo'nalishda ishlash va har bir oldimga kelgan tadbirkorni menga kirish va mendan ketgan tadbirkor har xil tadbirkor bo'lishini ta'minlash. Siz qiymat bersangiz pul keladi. Maqsadni to'g'ri qo'yib olish oldi. Maqsad o'z yo'liga, lekin sizni miyangizda nima qanaqa qilib sotiy ekan, sizni miyangizda qanaqa qilib foyda ko'rayotgan emas. Bu oqibatda keladigan narsa. Lekin sabab nuqtai nazaridan sizni fikrlashingiz nima bo'lishi kerak? Men hozir men oldimga kelgan mijozimni hayotini qanday o'zgartira olaman? Shu hayotini o'zgartira oladigan narsa bera olsangiz, siz demak to'g'ri tadbirkorsiz. Bo'lmasam yo'q. Endi meni sohamda misol uchun hayotni o'zgartiradigan, meni oldimga kelgan tadbirkor, men bilan ishlagan tadbirkor, misol uchun, umuman biznesga yondashuv har xil bo'lib ketadi. Umuman biznes bilan shug'ullanmagan ekanman shu kungacha deydi aksariyat tadbirkorlar. Bizda mana o'qib ketganlar ko'plar biladi. Meni vazifam shu miyasini o'zgartirib, biznesga to'g'ri yondashuv qildirish. Misol uchun bo'lishi mumkin, bo'pti sizni biznesingiz bunaqa ekan. Misol uchun boshqa tadbirkorlar nima qilsa, aytaylik, va Abu Sahiyda paypoq sotadigan tadbirkorman deylik. U qanaqa qilib hayotni o'zgartiradi? Oddiy paypoq sotadi-ku, deyish mumkin bir tomondan, lekin bu ham noto'g'ri yondashuv. Agar men misol uchun paypoq sotadigan tadbirkor bo'lsam, Abu Sahiyda ishlayotgan bo'lsam, men mijozimni qanday hayotini o'zgartirishim mumkin? Mijozim kim? Bu ko'pincha men Abu Sahiyda ishlayotgan bo'lsam, viloyatdan kelayotgan chakanachilar bo'lishi mumkin. Zo'r. Demak, meni vazifam bu yoqqa keldi, paypoq otganda, menga qara, sen shunchaki mendan paypoq olib sotib yurmaganda, men senga hozir bitta narsa qildiraman. Misol uchun men senga mana shuncha paypoq berdimmi? Ostatkini menga ko'rsatib tursang agar, men ko'rib tursam qancha senda qoldi. Oldindan senda tugab qolmasligini men ta'minlash yo'lga qo'yishim mumkin. Mijozingga qanday sotish mumkin? Mijozingga sotishga men misol uchun mana bizda baza bor, baza aniq bor. Buni deylik, shu baza orqali mijozlarni bitta joyga yig'ib, mana senga shunchaki mana hozir xolising daftarchangda, keyin Excelda, keyin CRM qanaqadir ko'rinishda farqi yo'q deb men unga uni biznesini qanaqa rivojlantirishni gapirib borgan bo'lardim. Ya'ni shunchaki mendan kelib payponni olib savdolashib olib ketish emas. Balkim og'ayni, hoji aka, mana shu narsani qilishda zo'r keyslar bor, xohlasangiz ulashaman deb unga yordam berish, uni biznesini rivojlantirishga yordam beradigan narsa qilsam, men paypal biznesim zo'r bo'lib ketadi. Chunki nimaga? Qo'shni paypal sotayotgan, u chegirma qilib sotyapti. Men kerak bo'lsa chegirmasiz sotaman, lekin men uni hayotini o'zgartiradigan
zo'r yo'nalishlar berib yordamlashadigan qanaqadir instrumentlarim bo'lsa yordamlashaman. Ya'ni любой odam agar mijozi hayotini o'zgartira olsa, u kelajagi bor tadbirkor. Agar yo'q, shunchaki oldi sotdi, arzonroq sotdi, u men bilmayman, kelajagi yo'q u narsani. Demak, mijozni hayotini o'zgartira oladigan va o'z xodimlarini hayotini o'zgartira oladigan tadbirkor ertaga tirik qoladigan tadbirkor. 100%. Tushunarli. Bizda Alisher aka o'zimizda traditsiya bor. Podkastga kelgan mehmonlardan tavsiya so'raymiz. 3 ta kitob va 3 ta film tavsiyasi. Keyin yana 1 minutlik narsa bor. Uni kitob va film tavsiyasidan keyin so'rayman. Ayta olasizmi menga 3 ta hamma o'zingiz bilgan, ya'ni majburiy emas, umumiy ayta oladigan 3 ta film va 3 ta kitobingiz aytib o'tsangiz. Endi qarang, kitobga keladigan bo'lsak, kitob bu qaysi tadbirkor qaysi sinfda o'qishiga bog'liq-da. Hozir misol uchun men o'qiydigan kitob bu misol uchun deylik universitetda o'qiydigan kitob. Kimdir umrida qo'liga kitob olmagan bo'lsa, men aytgan tavsiya qilgan kitobni ko'p tushunmasligi ham mumkin-da. O'shanga bu tadbirkorga juda farq qiladi tavsiya qilinadigan kitob. Endi men mazza qiladigan, endi bu tadbirkor qaysidir darajadagi tadbirkor bo'lsa, misol uchun Maqsad degan kitob bor, Cel degan kitob bor. Goldratt, Ilyaxu Goldratt deydi. Cel zo'r kitob, juda tavsiya qilaman. Keyin Antixrupkis degan kitob bor, Nasim Taleb. Antixrupkis, Черный лебедь degan kitoblari bor. Misol uchun nima kitoblar bo'lishi mumkin yana? Har bittasini qo'yib ketamiz kitobni. Zo'r. Bo'lishi mumkin. Outliers bor, ya'ni Geniy Outsider degan kitob bor-da. U klassik, u boshlang'ich tadbirkorlarga ham yaxshi. Misol uchun Cel bu уже qaysidir darajaga chiqqan tadbirkor bo'lsa, chunki sal qiyinroq kitob, lekin 5-10 ta kitobdan keyin o'qisa arziydigan kitob. Shunaqa. Demak, 3 ta bo'ldi. Filmlarni qaysilarini tavsiya qilgan bo'lardingiz? Film bu In Time degan kino bor. In Time? In Time. Justin Timberlake o'ynaydi. Vaqt sotadi. Bu aynan hamma tadbirkorlik ko'rish shart bo'lgan kitob, kino. Ya'ni u yerda ko'p tadbirkorlar oylik bermasdan o'zi qilishga harakat qiladi ko'p ishni, yollamasdan. U yerda kakras shu bitta kino ko'rsa, o'zi hech nima qilish xohlamay qoladi, birovning vaqtini sotib olish bilan ovora bo'lish boshlaydi. Aslida tadbirkor vazifasi birovning vaqtini sotib olish. Bizda nimaga kichik tadbirkor katta bo'la olmaydi? Chunki birovning vaqtini sotib olmaydi, o'zi vaqtini ketkazadi. Mana shu In Time kinosida menimcha ancha fikr o'zgarishi mumkin. O'zi qilishga harakat qiladi hamma narsani. Shunaqa. Yana kitob, yana kino, Brad Pitt o'ynagan kino bor, Человек, который изменил всё. Moneyball deydi ingliz tilida. Moneyball. Bu kakras menejerlar uchun zo'r kino, aynan CEOlar qanday qilib biznes boshqarish keraklik haqida, tadbirkorlik ham juda foydali kino. Ya'ni raqam asosida boshqaruvni yo'lini ko'rsatyapti. Bu kino bizning korxonada bu majburiy kino. Hamma ko'rish shart kerak. Hamma ko'rish shart bo'lgan kino. Albatta ko'ramiz. Yana nima bor? Oxirgisi? Yana даже ikkitasini qo'shib beraman. Sirazu Avatar bilan Matriца ko'rish kerak. Avatar bilan Matrica kakras bu kvantoviy fizika haqidagi kino, ya'ni bu bizning hayotni tuzilishi haqidagi kino. Buni fantastika deb ko'plar tushunmasdan qabul qiladi, lekin asli dunyoni o'zi arxitekturasi shu ikkita kinoda ko'rsatilgan. Time'ni ham ko'rganman, Avatarni ham ko'rganman, lekin ularni hech qanday bilim izlamasdan, ya'ni oldingi payt ko'rganman. Hech narsa izlamasdan. Endi yana bir marta ko'rib, boshqa narsa. Shunaqa. Boshqacha yondashuv bilan ko'rishga harakat qilaman. Yana bir ilm qalb orqali olinadi. Siz ko'zingiz bilan ko'rgan bo'lsangiz kinoni, ummatga ko'rsangiz ham tushunmaysiz. Zo'r spesifik deysiz. Lekin ilm mamnun olinadi. Tushunarli. Oxirgi savolim Alisher aka sizga. Faqat biznesda emas, umumiy karyerada, hayotda o'zingizdan nima qoldirmoqchisiz? Ya'ni ertaga sizni qanday eslashlarini xohlaysiz? Odamlarning hayotini o'zgartira olgan, sababchi bo'lgan, ya'ni o'zgartirmayman, sababchi bo'lgan desak to'g'riroq bo'ladi. Odamlarning hayotiga qaysidir ma'noda yaxshi ta'sir qila olgan inson bo'lsak, endi sadaqa ijoriyada bu. Qanaqadir ilm bersangiz,
shu siz o'rgangandan keyin ham shu ilmdan to'g'ri foydalansa bu inson undan zo'r bo'lmasa kerak. Oxirida kameraga qarab umumiy auditoriyamizga xohlagan bir narsangizni aytishingiz mumkin. Ya'ni bu erkin mikrofon narsa. Xohlasangiz maslahat, xohlasangiz boshqa narsa. Shu kameraga qarab aytishingiz mumkin, keyin suhbatimizni tugatamiz. Nima aytsa bo'ladi? Ya'ni hozirgi zamon biz nafaqat sinfdoshimiz bilan yoki maktabdoshimiz bilan yoki qo'shni bilan yoki vatandoshimiz bilan raqobat qilamiz, balkim butun dunyo bilan raqobat qiladigan davr hozir. Ya'ni chegaralar yo'q ketgan. Misol uchun 200 yil oldin samolyotda uchmagan. U paytda siz o'zingiz o'lkangizda zo'r bo'lsangiz, siz zo'r bo'lib qolib ketgan bo'lishingiz mumkin edi. Lekin hozir regional tushuncha sekin-sekin yo'q bo'lib, hamma narsa globalizatsiya bo'lyapti va ertaga siz bilan raqobat qiladigan insonlar bu Xitoy, Vyetnam juda kuchli hozir ilm nuqtai nazaridan. Mana robototexnikada Vyetnam juda ko'p oldinga o'tib ketgan komandalari bor. Mana endi shu sohaning ichida yurganimizga bilamiz. Hindiston, Pokiston juda ilmga chanqoq insonlar. Hozir ko'ryapmiz, deyarli hamma kompaniyalarni Amerikada ham hindistonliklar boshqaryapti. Buyuk Britaniyada bosh vazirdan boshlab hokimlargacha yoki Hind yoki Pokistonlik. Butun dunyodagi katta kompaniyalarni Xitoy egalik qilyapti. Yaqinda bir Inter Milan komandasiga bordik o'yiniga, Italiyaga. Inter Milanning xo'jayini Xitoy. Misol uchun ko'p yillik, 100 yillik Britaniya avtomobili bor, MG degan, GM teskarisi MG degan. Ular 100% Xitoyga tegishli. Ya'ni dunyo shunaqangi rivojlanyaptiki, biz o'zbek bo'lib turib, faqat o'zbeklar bilan kurashmaymiz ertaga. Faqat o'zbeklar bilan raqobat qilmaymiz, balkim butun dunyo bilan raqobat qilamiz. Bu degani biz hozir ilm olmasak, bilmadim, ertaga Xitoy tilida gaplashadigan odam bo'lib qolamiz. Sizni ham tushundimki, missiyangiz hozirgi O'zbekiston tadbirkorlarini dunyo darajasiga olib chiqish. Inshaalloh, endi shu yo'ldamiz. Shu yo'lda. Tushunarli. Do'stlar, bizda bugun mehmon Alisher aka bo'ldilar. Alisher aka, sizga vaqt ajratib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Ishlaringizni omad tilab Rahmat. qo'llashib qo'yamiz oxirida. Rahmat.